va asosan nima ko'p esimga keladi va shunaqa konfliktlarni olib qaraydigan bo'lsam, Charlie de Gaulle'ning bir gapi bor. Agar insonlar, agar siyosatchilar yoki siyosat yoki manfaatlar bo'lmasa, insonlar bir-biri bilan juda ham tinch, aniq, ahil kelishib yashashi mumkin deydi va dunyo bo'ylab davom etayotgan mana shunaqa konfliktlar, urushlar, ya'ni voqeliklarning eng achinarli tomoni shundaki, insonlar umri qurbon bo'lyapti. Sivilizatsiyalar ortda qolyapti, infrastrukturalar buzilyapti. Hammasi qanaqadir manfaatlardan kelib chiqib sodir bo'layotgan narsalar. Lekin aynan shu nafs yoki manfaatni o'ylab bir kun kelib insoniyat o'zining ibtidosiga, ya'ni ibtidoiy jamoasiga qaytib qolishi ham ya'ni tasavvurdan mustasno emas. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin bunday bo'lishini tarafdori emasman. Dunyoda tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin.